Bismillah deb biz boshlaymiz. Bismillah deb tuproq tayyorlashni boshlaymiz. Uning uchun bizga mana idish belgilab oldim. Shu idishda belgilab solaman. 2 ta, 3 ta, 4 ta. 4 dan 1 dedik. Bitta ketadi bu nordon tuproqdan. Mana bu og'irroq, shuning uchun ozroq qo'shamiz. Bundan 10 dan 1 bo'lsa bo'ladi mana. Perlitimiz, perlitni ozroq qo'shamiz. Undan keyin vermikulit qo'shamiz. Vermikulitni ham 10 dan 1 qo'shamiz. Mana chamalab qo'shamiz. Buni hammasini yaxshilab aralashtirib, mana bunda perlit qo'shganimiz petuniya guli ko'proq chorniy noshka kasalligi bilan kasallanadi. Havo o'tmay, suvi ko'p bo'lib qolishi sababidan bo'ladi uni ko'proq. Shuning uchun shu kasallik bo'lmay turishligi uchun tuproqni yengil qilib tayyorlaymiz. Shunda bizga ko'proq perlit kerak bo'lib qoladi. Perlitni o'rniga aytganimdek shali to'poni ishlatsak bo'ladi. Mana hammasini teng bir xilda qilib obdon aralashtirib oldik. Endi idishlarimizga solamiz. Men yakka idishga ekmayman. Chunki menda joy yo'q, boshqa gullarim ham bor. Idishlarni to'ldirib olamiz. Mana o'ta to'ldir qilmaymiz, chunki petuniya guli chiqqandan keyin ham bunday ko'proq prisipka deyiladi-ku. Shunday prisipka qilamiz. Prisipka sepiladi. Chiqib olgandan keyin ustiga prisipka, tomiri ham o'ta chuqur bo'lmaydi. Shuning uchun chuqur bo'lmagan idish tanlasangiz bo'ladi. Taxminan 5-7 santimetrlik idish bo'lsa bo'ladi.